Adasi chiqing, choy tayyor. Ha, hozir. Buncha ko'p cho'miladi bu odam. Chiqdim. Choying tayyormi? Kim bu qiz? Kim deyapman sizga? Onasi. Men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. Haligi Men hammasini tushundim. Faqat men bilan bitta joyga borib keling, iltimos. qayoqqa? To'xtang. Shoqqa kiramiz. Sen joydan men bu yoqqa olib kelding meni. Dugonamda ishim bor edi. Siz shu yerda o'tirib turasiz, yuring. Tezroq chiqa qolgin, ey. Qani, ko'ylagim yoqdimi sizga? Ha. Bitta ko'rganda yoqtirib qolganim uchun narxini so'ramasdan kiyib olirdim. Agar qimmatli qiladi desangiz, bu yo'lda rosa arzon ko'ylaklar ko'p ekan. Yo'q, bu nima degani? Shunchaki shunday chiroyli qizga uylanmoqmanmi deb xayol surib qolmoq. Ko'ylaklarimiz unaqa qimmat emas, yana kelishtirib beramiz. Ana ko'rdingiz, zo'r salon ekan. Xudo xolasa seni eng baxtli qiz qilaman. Va'da beraman. Ko'zingdan bir tomchi ham ko'z yoshi oqizmayman. Va'da beraman. Xuddi shu joyda menga bergan va'dangiz esizdami? U paytda bunaqa pulingiz ko'p emas edi. Lekin men pulingizga emas, va'dangizga ishonib sizga tekkandim. Endi pulingizga uchadiganlarni deb labzingizdan kechyapsizmi? Bu joyga olib kelib meni ko'zimni ochdi. To'g'risi, pul topib bosar tusarimni yo'qotib qo'yayman. Shayton yo'ldan uribdi. Agar qo'lingdan kelsa, meni kechir. Mayli. Ayol kishi oilasi va farzandlari uchun hammasini kechiradi. Lekin sizni bu harom yurishingiz bolamizga ham uradi. Barakamizni ham o'chiradi.